va har bir ayol ichida kuchli qizalog'i bor. U hali ham siz, ya'ni unga поддержка beruvchi родитель, ota-ona bo'lishingiz kerak va buni boshqalardan kutishingiz kerak emas. Qachonki ichki bolangizga tashqi nima deydi, kuchli ota-ona bo'lib, поддержка o'zingizga o'zingiz bera olsangiz, atrofdan diqqatingizni uzasiz, kutuvlaringizni uzasiz va bu uchun birinchi o'rinda o'zingizni tanishingiz va mana shu ichki ayolni, ya'ni ichki qizaloqni prarabotka qilib, uni xohishlarini, uni istaklarini bilishingiz zarur bo'ladi. Agar sizga mana shunday ayol bo'lishni istasangiz, reaksiyalar qoldirmangizki, ajoyib sovg'am bor va albatta bu sovg'ani sizga taqdim etaman va o'zim ham aynan mana shu yo'ldan o'tib, o'zimni hislarimni, o'zimni kimligimni tushunganman.